Men shu Qur'onga targ'ib qilib madrasadagi bolalarimizni shu urug'ingda qori yo'qlar qo'lingni ko'tarish desam ko'tarishdi. O'g'il bola bo'lsang, bir quvvating yetadimi? Urug'ingda birinchi qori men bo'ldim degan narsaga bir yetishlik. Birinchi qori bo'lishlik sharafiga erishlik qo'lingdan keladimi? Bir o'quvchimiz 2-kursdan keyin chiqib ketib qoldi. Chiqib ketib qoldida, oradan bir 2 yil o'tgandan keyin telefon cholyapti. Domla, birinchi bo'lib sizga aytayapman, meni muboraklik qilib qo'ying, Qur'on yodladim deyapti. Madrasani o'quv programmasini eplay olmasdan qorini qo'liga borgan domlani 2 yilda Qur'onni yodlabdi. Endi o'sha gapimni eslatyapti menga. Eslaysizmi, bir darsda shunaqa degan edingiz. Urug'imda birinchi qori men bo'ldim, domla tabriklab qo'ying deyapti. Agar o'sha bolani Qur'on yodlashiga meni gapirgan gapim bir motivatsiya bo'lgan bo'lsa, inshaalloh menga ham ajr bor. Shuning uchun urug'ida bitta ham qorisi yo'q bo'lgan odamlar bor. Harakat qiling bolangizdan qori chiqarishga. Keyin ko'p qorilar chiqadi inshaalloh. Lekin birinchisi kim bo'ladi? Sizni bolangiz bo'ladi. Eplay olamizmi?